Payg'ambarimiz Abu Bakrning huzuriga bordilar. Ular birgalikda Makkadan chiqib ketishdi va yaqin oradagi g'orlarning biriga kirib yashirinishdi. Siz bu yerda Muhammadni kutib o'tiribsizlarmi? U tunda shaharni tark etayotganini o'z ko'zlarim bilan ko'rgan edim. Bo'lishi mumkin emas. U qani? Uni topib kelgan kishiga 100 tuya va'da qilaman. Yo'lga tushinglar. Bu yoqqa. Toqqa qarab ketishganga ishonching komilmi? Bunga shubham yo'q. Tez orada 100 ta tuyangiz meniki bo'ladi. U g'ordami? Bu yerda hech qanday oyoq izlari yo'q-ku. U ichkarida. U axir ichkariga mana bu o'rgimchak to'rini buzmay kira olmaydi-ku. Mana bu qushlar ham uchib ketmabdi, ahmoq. Tunda Yasribga yo'lga tushishdan avval Rasululloh shu tepalikdan Makkaga nigoh tashladilar. Ularning butun xotiralari shu shahar bilan bog'liq edi. Bu yerda farzandlari dunyoga kelishdi. Suyukli ayollari olamdan o'tgan edi. Shunda payg'ambarimiz dedilar: Allohni yaratgan yerlarning eng azizi va uning o'ziga eng yaqini xuddi shu shahar bo'ladi. Agar odamlar meni shunga majbur etishmaganida edi, seni hech qachon tark etmagan bo'lar edim. Bunday sahroda biror jon najot topishi amri mahol. Nahotki bizga yuborilgan xabar xato bo'lib, ularni tutib olishgan bo'lsa, ular qo'lga tushmagan va albatta bu yerga kelishadi. Ana ular, Rasululloh kelyaptilar. O'shanda biz ilk bora Allohga hech qanday qo'rquvsiz ibodat qilishga muyassar bo'ldik. Kunlarimiz uzun, ertadan kechgacha ish bilan band bo'lganimizga qaramay, juda ham baxtiyor edik. O'zingizni yaxshi tutib, ustozingizga quloq solinglar. Hadib, pora qol. Men shu yerda qolib, dadam va Malikka masjid qurishda yordam beraman. Darsdan qaytganingdan keyin, axir Rasululloh ham avval o'qishni o'rganishing kerak deganlar. Assalomu alaykum dadajon. Dada, men sizlar bilan qolib, avval darsga borib kel.
upon its people. Incredible. Endi masjidga borsam bo'ladimi? Bora qol, hadi. And be Bestow. Oh. Bestow. Saxiylik bilan mukofotladi. Bu farzandlarimizning ustoziga. It's beautiful. Ya Rasululloh, qo'lingizdagini menga bering. Axir siz payg'ambarsiz. Siz borib biroz dam oling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga avvalo barcha musulmonlar bir-birlariga aka-uka va opa-singillar. Ular namoz vaqtida yelkama-yelka turuvchi bir jamoa deb o'rgatdilar. Keyinchalik u zot Yasribdagi barcha odamlar millat va dinidan qat'iy nazar tenglikda osoyishta yashasin deb e'lon qildilar. Allohu akbar. U nima qilyapti? U bizni namozga chaqirmoqda. Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Oyijon, biz butun odamzod orasida eng baxtli insonlarmizmi? Sen nima deb o'ylaysan? Menimcha shunday. Chunki Yes. Because Yasrib shahrining nomi payg'ambar shahri Madina deb o'zgartirildi. Ana bo'ldi. Musulmonlardan qolgan hamma boylikni yig'ib hisoblab chiqdik. Juda yaxshi. Hammasini Damashqqa ketayotgan karvonga qo'shib, bitta qoldirmay sotib yuboramiz. Endi bularni hammasi bizniki. Ular bizni barcha mol-mulkimizni olib ketishdi. Ularni Damashqda sotib yuborsa, Makkaga savat-savat oltinlar bilan qaytib kelishadi. Ular biz bilan savdo aloqalarini to'xtatib qo'yishadi. Bizda esa yana ocharchilik boshlanadi. Yo Rasululloh, siz shafqatsizlikni qoralashingizni bilaman, lekin shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar: biz yo'lga tushamiz va karvonni yo'lni to'sib, o'zimizga tegishli mulkni qaytarib olamiz. Muhammad 300 kishi bilan karvonni egallash uchun Madinadan bu yoqqa kelmoqda. Darhol Makkaga yo'l ol. Boyliklarimizni saqlab qolish uchun zudlik bilan bu yerga jangchilarni yuborsin. Biz esa ortga dengiz bo'ylab qaytamiz. Bizning jangchilar tunda yo'lga tushadi. Sen esa meni o'rdimga jang qilasan. Bunday qilmayman. Meni o'rdimga jang qil, shunda qarzingdan qutulasan. Yo'q deb ko'rchi, shu yerda o'ldirib qolaman. Lekin men bu nima? Nihoyat musulmonlar qarorgohga yetib borishiga 2 kunlik yo'l bor. Unga karvon qutulib ketganini, u esa qaytib ketishini yetgan. Lekin ular musulmonlardan 3 barobar ko'p. Bu yetarli emas. Muhammadga qarshi jangga kamlik qiladi. Makkaga qaytib ketsin. Ilohlarga qasamki, men shuncha yo'lni qaytib ketish uchun bosib kelganim yo'q. Muhammadni o'ldirmagunimcha aslo qaytmayman. Payg'ambarimiz 30 qurollangan soqchi emas, balki butun bir qo'shniga qarshi jang qilishimiz haqida xabar topgach, odamlarni huzuriga to'plab majlis qildilar va bir qarorga kelganlarini ma'lum qildilar. Siz nimani buyursangiz biz shuni bajaramiz. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: qalbingiz to'la iymon bilan olg'a yuring, chunki Alloh bizga karvonni yoki dushman ustidan g'alabani va'da qildi.